Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qardoshlar, cho'ng gunohlar darsimizni yana davomlashtiramiz. Auzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. 11-cho'ng gunoh. Bachvozlik. Bachvozlik degan erlar bilan erlarningki jinsiy munosabat qilishi. Bu masalaga diqqat qilmasak bo'lmaydi qardoshlar. Bu cho'ng gunohlar hozir dunyoda nurg'un davlatlar bu masalani qonunlashtirib, erlar bilan ayollar to'y qilish ishini buzib, erlar bilan erlar ayollar to'y qilish, hatto ba'zi yerlarga berib, ba'zi davlatlarga berib, erlar bilan erlar bol tepib keladi, ayollar bilan ayollar berib bol tepib keladi deydigan ashunday ishlarni qilyapti. Erlar bilan erlar berib tug'ib kelolmaydi. Hamda shunday berib bizlarga Danmark degandek, Daniya degandek davlatlarga berib shunday ishlarni qilib kelgan ishlar hozir ko'p bo'lyapti. Shahnikini erlar bo'lsa beqib olib keldi. Ayollar bo'lsa harom ish bu mana. Bu ishlarga hammasi harom. Ayollar bo'lsa o'shada doktorxonalarda haqniki chiqarib qo'ygan mani spermalarni saqlab qo'ydi, o'shada sotadi. Aşın aprıp, heliqi bo'lgan ayolninki ruxsati bilan o ikkisi bo'lib, ikkisi ayollarga berib o'shada men buniki deb o'shadagi manini, o'shadagi spermini sağızıp, o'shada turib, qachon o'shaniki bo'yida qolsa, ananiki qaytib kelib, ananiki uni o'ziniki yuzida, o'zining döldida, ananiki o tug'ib, mushkimizdan bo'lgan bola deb Mındaq aldamçılıqlarını devletler hazır kanunlaştırıp yapıyorlar. Görüyorsunuz Türkiye'de mi erlerine toy koyan işleri çıkıyordu. Bu mesele nihayet ağır günah kardeşler bu. Hatta hayvanlar bilen toy koyan işler mi kanunlaşıp vardır. İşt bilen, işek bilen, çoşku bilen işte toy kılgan işler buladı. Bu vaqtda Allah Teala Sure Hud'ning 82 ve 83 oyatlarida bizga Allah Teala mundaq deydi. Bizning jazolash emrimiz tushganda ularning yurtlarini astin-ustin qilib etdik, ya'ni ko'mib etdik. O yurtlarga biz üstülep sapal taşlarını yağdırdık. O sapal taşlara Perverdigarının dergahida belge silingan idi. O yurtlar zalimler, yani Kureyş kafirlerden jirak emas deydi. Hemen bu yerde Allah Teala bizge Kur'an-ı Kerim'den bir qancha joylarda mana shunga o'xshash, yani Lot alayhissalomning qavmining qissalarini bayan qilgan. Oyatdagi Parvardigarning dargohida belgi silingan idi degan so'z bu toshlarning dunyo toshlari emasligini bildirib turadigan alomatlar bilan belgi silinganligini va Allohning g'azinasida saqlangan bo'lib, Allohning iznisiz ishlatilmaydiganligini ko'rsatib berdi. Bu ummatning zolimlari burunqilar sodir qilgan aşı günahni qiladigan bo'lsa, ularning beshiga tushgan azob bularning beshiga tushadiganligi ancha jiroq emas. Chunki burunqi Lot alayhissalomning qavmiga kelgan bo'lsa, endi bizga ham keladi. Allohning ilkidagi ish, Alloh kimni vayron qilmaydi desa qiladi. Burunqilarni bir qavm bo'yicha vayron qilayotgan. Bu islom tarixida, Qur'onda bayan qilgan bunda qavmlar bor. Shu sababda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sizlarning Lot qavmi qilgan ishlarni qilib selishinglardan bakmi ansiraman degan. Imom Tirmizi, Ibn Majah, Ibn Ahmad rivoyat qilgan, Ibn Hakim rivoyat qilgan sahih hadis. Shuningga Lot qavmi ana shunga o'xshash ishlarni qilgan bechvozlik ishlarni. Shunga Alloh Taolo vayron qilayotgan ularni. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yana ularning qilgan ishlarini
qilganlarni 3 qitim la'natlab bundoq degan. Lut qavmining qilgan ishlarini qilganlarga Allohning la'nati bo'lsin. Lut qavmining qilgan ishlarini qilganlarga Allohning la'nati bo'lsin. Lut qavmining qilgan ishlarini qilganlarga Allohning la'nati bo'lsin deb 3 qitim tahrorlagan. İmam Tirmizi rivayet qilgan Albani sahih degan hadis. Shuningga diqqat qilaylik qarindoshlar. Lut qavmi mana shu bachvozlik ishlarini ko'p qilgan qavm. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday deydi: Lut qavmining ishini qilganlarni topsanglar, qilg'uchi va qilinguchi har ikkisini o'ltirib o'tinglar. İmam Tirmizi, İmam Davud, İbn Majah, İmam Hakim rivayet qilgan Albani sahih degan hadis. Shuningga meyada qarindoshlar bu intayin cho'ng gunoh ekanligi bu yerda davlatlarning qonunlashtirsa bu qilgan qonunlashtirgan harakatniki islomga payg'ambarga Allohga qarshi aniq qarshi ish ekanligini buni bilib olsak bo'ldi. İbn Abbas radhiyallohu anhu Lut qavmining ishini qilganlar mahalladagi eng egiz binoga ilib chiqilib shu yerdan pastga dumiltib etiladi, ondan chalma kesak qilinadi degan. Bayhaqi rivoyat qilgan. Shu vaqtda ham egiz binolar balki 2 qavat oralig'ida üst-üsteki sağan toplu binalar bo'lishi mumkin. Ashuni ustiga chiqib, dumiltib, yana keyin chalma kesak qiladi ekan. Bundan boshqa sura Shu'araning 165 va 166-oyatida Alloh taolo bachvozlikning haromligini Alloh taolo bayon qilib, eng cho'ng gunohlardan biri ekanligi to'g'risida bunda dalillarni Qur'on Karimda bizga bayon qilgan. Sizlar ahli jahon ishidan livota qilib Parvardigoringlar sizlar uchun yaratgan ayollaringlarni tashlab qo'yamsizlar. Sizlar haqiqatan buzuqchilikda haddan oshquchi qavmsizlar deydi. Livota degan bachvozlik degan gap. Shuningga bu yerda bu Qur'on Allohning kalomida aniq bayon qilyapti. Sizlar haqiqatan haddan oshquchi qavmsizlar deb. Ya'ni halol narsani tashlab harom narsaga halquvchi qavmsizlar deb aniq bayon qilyapti. Onun boshqa sura Anbiyoning 74-oyatida Alloh taolo boshqa bir yerlar bayoqqa o'xshash Lut alayhissalomdan xabar berib bundoq deydi. Uni ya'ni Lutni aholisi bachvozlik, qaroqchilik qatorliq yomon qiliqlarni qiladigan shahardan qutqizdik. Haqiqatan ular yomon fosiq qavm edi deydi. Bu yerda shu shaharni vayron qilish uchun u yerdagi Allohning payg'ambari Lut alayhissalomni qutqizib, lekin bu yerni vayron qilayotgan. Lut alayhissalomning qavmi yashagan shaharning ismi Sadum edi. O shaharda yashaydigan xalqlar Alloh taolo Qur'onda tilga olgandek yomon ishlar bilan, ya'ni bachvozlik, bulongchilik ishlari bilan shug'ullanadi. Ular ahli jahon ichida bachvozlik bilan shug'ullanadigan xalq. Yig'ilish so'rovlarda bas-bas bilan o'sirishib va uningdan boshqa har turli yomon ishlarni sodir qiladi. Demak, qarindoshlar, hozir bu yerda video ishlab haqlarning endi ommaviy so'rovlarda ayollarning endi hatto musulmon ayollarning endimi o'sag'andek bir ovozlarni chiqarib, kulki qilib, ashuni umumlashtirish qilishyapti videolarda. Bu banasi bu yerda haq yo'llab qo'yadi. Mana buning ishi qilmishlarininki qanday qilmish deganda Lut alayhissalomniki aşı vayron Alloh tarafidan vayron bo'lgan qavmning ishini davomlashtirib, hozirgi bizniki davrimizda normal holatga akilish uchun tirishayotganlardan iborat bo'ladi. Bu masalaga
dikkat kılmışsak bo'lmaydigan ishlar qarindoshlar. İbn Abbas radhiyallohu anhudan bundaq rivoyat qilinadi. Lut alayhissalomning qavmining amallaridan 10 illat bo'lib, bular er kishining choshni o'rib olish, kiyimning tugmasini yeshib etish, qushlarga salg'i bilan tosh etish, inson va hayvonni tosh bilan o'ldirish, kaptavozlik qilish, barmoqlari bilan isqirtish, o'shiqlardan qos chiqarish, kiyimlarini uzun kiyib so'rab minish, tonlarining tugmalarini yeshib etish, davomli aroq ichish va bachvozlik qilishdan iborat. Bu ummat o illatlarga ayollar bilan ayollarning surkilishini qo'shadi. Ya'ni ayollar yalang'och yetib o'zaro bir-biriga surkiladi. Biz burun o'rganib o'tgan darslarimizda ayollarningki bir-biriga chaplashib yetishni cheklangan hadislarni o'rgangan. Bu masalada diqqat qilmasak bo'lmaydi qarindoshlar. Ammiyat degan Lut alayhissalomning qavmining amallari, 10 turlik amallarni choshni o'rib olish. Choshni uzun qo'ysa bo'ladi, o'rib olishniki shu Lut alayhissalomning qavmining amali ekanligi bayon qilinadi. Kiyimning tugmasini yeshib etish, ashada oldin ichib, ayollar hamma yerni ko'rsatib yurgan ahvollar, qushlarga salm bilan tosh etib, qushlarni zaxmlantirish, o'ldirish degandek inson va hayvonni bekordan-bekorga tosh etib o'ldirish, uni zulm silish. Agar u shariatda belgilangan usulda unga o'lim hukm qilingan bo'lsa, tosh bilan o'ldirish, masalan zinoxorlarni degandek, u normal ahvol. Ammo bekordan-bekorga haqni tashib o'ldirgan ishlar Hilmi Hindistonda mavjud. Bunda ishlar shu Lut alayhissalomning qavmininki amallari, kaptavozlik qilishimi mana bu shu Lut alayhissalomning ishgan barmoqlari bilan isqirtish, og'ziga barmoqlarini tiqib isqirtishning Lut alayhissalomning amallari ekanligi, o'shiqlardan, barmoqlarining o'shiqlaridan qos chiqarish, kiyimlerini uzun kiyib so'rab yurish. Ayollar so'rlab yurgan kiyimlarni haddidan ziyoda uzun kiyib oldi. Bu masala shariat cheklangan. Normal yaga tigib chala bo'ladi, tigib tegmay degandek kiyib yurdi. Oningda biz burun o'rganib o'tgan mehnatga tegib ketgan bo'lsa, keyingi tuproq uni pokizlaydi degan hadisni o'rgangan. Ammo oyog'ida uzun yer so'rab yurib kiydigan, to'y marosim qilib kiydigan yoki shundoq bir mehmon chaqas ashtaq nimani kiyib olgan ishlar bu cheklangan. Davomli qaroq ichilgan, bachvozlik qiladigan mana bu ishlar bu yerda bayon qilinadi qarindoshlar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam 4 turli kishi atigan oqshomda Allohning g'azabiga yo'liqadi degan edi. Sahobalar ey Allohning payg'ambari ular kimlar deb so'radi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ayollarga o'xshab olgan erlarga o'xshab olgan ayollar, hayvonlar bilan jinsiy munosabat qilganlar, erlar bilan jinsiy munosabat qilgan erlar, ya'ni bachvozlik qilganlar deb javob berdi. Tabarani rivoyat qilgan. Mana bu yerda ba'zan ayollar erlarga o'xshash chashlarni churitib yoki kalta ashta qo'yib erlarga o'xshash kiyimlarni kiyib yurib havas qiladigan tantarbiya kiyimlarni kiyib o'zini tantarbiyachi erlarga, tanarkachi erlarga o'xshatib yurgan ishlar jiq. Erlarmi shundoq ayolcha demak bo'lib deb yuradigan ranglik ayollarda kiyimlar kiyib o'ytan naynaqlab so'zlaydigan, naynaqlab xotin kishi usullarini o'ynaydigan, o'lgidek girimni qilib
Aşnaq yurdiganlar jiq bularni bayon qilyotdi qarindoshlar bu yerda. Bu narsaga qattiq diqqat qilmasak, buning o'zi Alloh taolaning g'azabiga yo'l qilgan amallar ekanligi bu yerda aniq bayon qilinayotdi. Mana buning turi ichidami bachvozlik degan so'zlanayotdi. Yana bir masala qarindoshlar, ayol kishiga va chiroyli yigitga shahvat bilan qarash bir xil zinodir. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir hadisda bunday deydi: ko'zning zinosi qarash, tilning zinosi so'zlash, qo'lning zinosi tutish, putning zinosi gunoh bo'ladigan tarafga qadam tashlash. Quloqning zinosi anglashdir. Ko'ngil orzu qiladi va xohlaydi. Avrat ko'ngilning xohishlarini tasdiqlaydi yoki rad qiladi. Birlikka hadis. Mana bu yerda biz zinoni cho'ng gunohlarning qatorida o'rgandik. Bu yerda uningki variantlari bo'lib, ko'zning zinosi qarash, tilning zinosi so'zlash, qo'lning zinosi tutish, putningki bo'lsa shu tarafga minish, quloqning bo'lsa anglash ekanligi bu yerda bayon qilinmoqda qarindoshlar. Bu masalaga diqqat qilaylik. Dab qo'yganim bo'ladi, qarab qo'yganim bo'ladi. Yo'q, bag'ani men qilmagan tursam, men da tutib qo'yganga men u ishni qilmagan tursam deydigan ish yo'q. Umi shu zinohga kiradi qarindoshlar. Bu masalada shu bo'yicha hukm qilishimiz kerak. Shuningga bachvozlikning cho'ng gunoh kirganligi hozir har qaysi ellardagi taraqqi topgan davlatlardagi bu bachvozlikni qonunlashtirdi, qonunliq bo'ldi deganlarning hammasining Alloh va Allohning payg'ambariga dinimiz islomga qarshi holatda qiladigan amallarni qonunlashtirib turib qilayotganligininki dalil bo'ldi. Bu narsaga qattiq diqqat qilishimiz kerak. Cho'ng gunohlardan o'zimizni ner oqishimiz kerak. Qisqasi men bir narsa eskartib qo'ysam, oxirida zina to'g'risida gap chiqdi. Zina Alloh taolo zinoga yaqinlashmanglar degan. Zina qilmanglar degan emas. Qilmanglar degan bo'lsa yiqilishadigan ab yo'qur degandek kichik zinolarning hammasini qilgan bo'ladi, ammo Alloh taolo zinoga yaqinlashma degandan qarashga bo'lmaydi, shahvat bilan tutishga bo'lmaydi, anglashga bo'lmaydi, bu yoqqa menishga bo'lmaydi degan gap. Alloh taolo hammamizga darslarimizni manfaatli qilib bersin. Alloh taolo barliq qarindoshlarga hidoyat qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.